Qur'an We 21. Esir. Aptori Memetimin Hezret. 8. Allahning Rohi ve İnsanning Rohi. Dünyadaki en ulug'vor canlıq insandır. Çünkü onun Rohi Allahning Rohining bir qismidir. Öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan laydan bir odam yaratiman. Uni ravris yaratgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar." Sat surasi 71-72 oyat. Qur'ondagi nafs so'zi Uyg'urchaga tarjima qilinganda oyatlarning mazmuniga qarab ruh, jon, nafs deb tarjima qilingan. Bu oyatda ruh deb tarjima qilinsa, dal joyiga tushgan bo'ladi. Men oyatning tarjimasini inglizcha, turkcha, xanzucha Qur'on tarjimalariga selishtirib ko'rdim. Hamma tillarda ruh deb tarjima qilingan. Boshqacha tarjima qilinsa, oyatning mazmuni burilib ketadi yoki to'mtoq bo'lib qolib, oyatning mazmuni oddiylashtirib etiladi. Oyatning to'g'ri tarjimasi mundaq: Uni mukammal yaratib va uningga ro'yimdan pulliginimda uningga sajda qilinglar. Bu yerda biz Allah insonni yaratganda o'z rohidan pulab jon kirgizganligidan iborat haqiqatni dunyodagi barliq musulmonlarga o'xshash to'g'ri tushunish imkoniyatiga erishdik. O'z rohimizning Allahning rohining bir qismi ekanligini tushunganimizda o'zimizning insoniy qadr-qimmatimizning qanchalik hurmatga sazovor ekanligini g'urur ichida his qila olamiz. Laydan yasalgan va dunyoda gunoh sodir qiladigan insonga gunoh o'tkazishdan xoli, Allahning amriga itoat qilish va sadoqatda qusursiz bo'lgan farishtalarni sajda qilishga amr qiladi. Farishtalarning birsimi qolmay hammasi sajda qildi. Sat surasi 73. oyat. Allah nima uchun laydan yasalgan odamni o't yolqindan yasalgan farishtalarga sajda qilishga buyurmay, farishtalarni odamga sajda qilishga buyurdi? Chunki Allahning insonni yaratishdagi maqsadi uni yer yuzining xalifasi qilish edi. Ya'ni Allah insonni yer yuzidagi o'zining izbosari qilish uchun o'z rohidan pulab uningga jon kirgizgan edi. O'z vaqtida Parvardigoring: "Men yer yuzida xalifa o'rinbosar yarataman" dedi. Farishtalar yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan? Halbuki biz bo'lsak seni pok deb madiylaymiz, muqaddas deb madiylaymiz dedi. Allah: "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi. Baqara surasi 30. oyat. Bu farishtalarning dunyo va oxiratda tunji va oxirgi qitim Allohga e'tiroz bildirish edi. Ya'ni insonni yer yuziga izbosar qilishga norozi edi. Chunki insonlar yer yuzida buzg'unchilik qiladi, qon to'kadi. Allah farishtalarni qoyil qilish uchun "Men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman" dedi. Farishtalarning bilmaydiganlari nima edi? İnsandaki aql edi. Allah insonga o'zining muborak rohidan pulab jon kirgizish bilan birga insonga yer yuzidagi hech qanday maxluqda bo'lmagan aql va idrok qobiliyatini baxsh etgan edi. Allah
bütün şeylerning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtaga ko'rsatib, xalifa bo'lishqa odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarshinglarda rostchil bo'lsanglar, bu şeylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Farishtalar, seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilgichidursan, hikmat bilan ish qilg'uchidursan dedi. Allah, ey odam, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chog'da Allah, men sizlarga osmonlardagi va zaminlardagi g'ayblarni haqiqatan bilib turman. Oshkora va yoshirin ishlarni bilib turman demaganmidim dedi. Baqara surasi 33-oyat. Allah odamning aqlining farishtalardan ustun ekanligini isbotlash orqali farishtalarni qoyil qildi. Bugun dunyoda yashayotgan insonlarning hammasining ro'yida ulug' Allahning ulug' ro'yi bor. Ulug' ruhlardan ulug' insonlar borliqqa keladi. Ammo ulug' ruhni kirlitib yoki yo'qitib pasiq yashaganlar o'zining insoniy qimmatini yanjib chaylig'uchilardir. Uyg'ur xalqining hammasining ro'yi Allahning ro'yining bir parchasidir. Biz Uyg'ur xalqi ulug' xalq deganimizda Allahning bu xalqni ulug' yaratganligidan iborat Qur'ondagi dalilga tayanamiz. Biroq shak shubsizki kishilarning nurg'uni pasiqdir. Maida surasi 49-oyat. İctimai muhit tüpayli ro'yimizni shaytonning kiriltishiga va o'g'irlashiga yo'l qo'yib, pasiq qavm bo'lishga rozilik ko'rsatsak, oldi bilan yaratgan ulug' Allohga, uningdan keyin yaratilgan ulug' ro'yimizga haqorat qilgan bo'lamiz. Ro'y tatlashgan, aqli bulg'angan, Allah ato qilgan qadr qimmatini muhofazat qilmagan qavmlar uchun Allah bunu oyatni nozil qildi. Allah ularga bu dunyoda xorliqning ta'mini tetitdi. Zumar surasi 26-oyat. Musulmonning chiqish yo'li yo'qotgan ro'yini izlab tepishdir. Bugungi davrda musulmonlarning yo'qotib qo'ygani islomdir. Uyg'urlarmi buning ichida. Biz yo'qotib qo'ygan islomni topgan vaqtimizda yo'qotgan ro'yimizni topa olamiz. Uyg'urlar uchun texmi shundoq. U islom qaysi islom? Qur'onni markaz qilgan islommi yoki shaytonlar islom ko'rsatgan xurofotlikmi? Ulug' inson bo'lishning oldingi sharti ulug' ruhga ega bo'lishdir. Ulug' ruhsiz ulug' ishlarni vujudga chiqarish mumkin emas. Allahning insonni o'z ro'yidan puvlab jon kirgizganligining sababi insonni yer yuzida izbosar qilish uchun ekanligini Qur'on oyatlaridan o'rgandik. Uyg'urlar bugun yashayotgan tuproqlarda Allahning izbosarlaridir. İzbasarlıqdan vaz kechish, vatansiz qilish, din bilan mashg'ul bo'lishdan marhum bo'lish va oxirida halok bo'lish demakdir. Ey Uyg'ur bolasi, sening ro'ying Allahning ro'yining sening vujudingda aks etishidir. Sen xorlansang, sening ro'yingmi xorlanadi. Allah sening xorlanishingga yoki o'zingni xorlashingga rozi bo'lmaydi. Sen bir musulmonsan. İmaningni va g'ururingni qo'g'dash Allah sana bergan ruhning izzatini qo'g'dash demakdir. Ulug' ruhning qayerdan kelganligini bilsang, nimada qo'g'dab, nimaga qarshi turish kerakligini farq qila olaysan.
islomni kofirlar maosh berib samritgan mulla siyoqidagi shaytonlardan emas, muborak Qur'ondan o'rgan. Musulmonlarning, jumladan Uyg'urlarning din to'g'risidagi barliq ichki ixtiloflari islomiy hayotni yashash uchun 1400 yil burungi tarixga qaytib yashaymizmi yoki Qur'onni bugungi hayotga tatbiqlab yashaymizmi degan masalaga markazlashadi. To'g'rini tanlash Allahning ulug' ro'yini o'z ro'yida muhofazat qilishni bilgan musulmonlarga mansubdir. Allah o'z ro'yidak pok ruhliq bo'lsin deb biz musulmonlarga pok narsalarni halol, nopok narsalarni harom qildi. Oyga, Marsga odam yo'llayotgan davlatlar orasida musulmon davlatlari bormi? Biz musulmonlar Allah pok tutinglar degan ro'yimizni qandoq yo'sinda nima uchun kirlatdik? Nemishki bu dunyoda musulmon xor, musulmon bo'lmaganlar, musulmondan ustun, hatto musulmonni xorlash badaliga bayashat yashaydi. Davomi bor.